Uydagilarga bu ovqatni tayyorlab berganimda, bu ovqatni tayyorlash uchun ishdan vohli kelgandirsiz, rosa ezma bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Lekin hech ham unaqa emas. 1 soatda ovqatim tayyor bo'ldi. Bu uchun birinchi bo'lib qozonimizga yog' solib, kartoshka va sabzilarimizni chiroyli qilib qizartirib qovurib olamiz. Va ularni boshqa idishga olib, piyozlarimizni ham tillarang qilib qovurib, ustidan qovurilgan kartoshka va sabzini solamiz. Ketidan maydaroq qilib to'g'ralgan svetofor bolgarskiy va chesnoklarni solib, bitta yaxshilab qovurib olamiz. Va ustidan yarim osh qoshiq tomatdan solib, ozgina shakar sepib, suv solib dimlab qo'yamiz. Bu orada lahm go'shtlarimizni shunaqa ingichka qilib kesib, ustidan qo'yish uchun dumbalarni ham xuddi shunaqa ingichkalikda kesib, lahm go'sht ustidan dumbani taxlab, ustidan tuz va ziravorlardan sepib, 1-2 bo'lib piyozdan qo'yib, xuddi shunaqa videoda ko'rsatilgandek qilib rulet shaklida o'rab olamiz va zubachistka bilan mahkamlab qo'yamiz. Menda lahm go'shtlarim kattaroq kesilgani uchun teng o'rtasidan bo'lib yubordim. Qaranglar, qanaqa kichkinagina yeyishga udobniy bo'ladi. Endi bularni dimlanmagan ovqatimiz ustidan terib, ustidan xohishiga ko'ra mazasi uchun ozgina pomidorlardan terib, ozgina yana suv sovurib, dimlashga olib qo'yamiz. O'rtadan pastroq olovda 40 minutda ovqatimiz shunaqangi shira tortib, so'klarga nondan botirib yeyishli bo'lib, sochni bo'lib chiqadi. Endi bu videoni har safar o'shanga nimadir neobычный ovqatlar qidirib yuradigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Bunaqasini ular aniq tayyorlab ko'rishmagan.